Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. 80 ga 80 reduktorli SM100 Ukraina Kiev jodida beda chiqarib ko'rsatib o'tilyapti mana. O'zi qo'li quruq universal, любой hashakda chiqarib beraveradi. Hozir 4 ta pichoqda chiqarib ko'rsatib o'tilyapti. Orada video qo'ya olmayapmiz. O'chirib qo'ying bo'ldi. Hop, minglari uzr. Mana shunaqa remontga kelgan jodilarda orada tayyorlab beryapmiz. Bu tomonda ham hozir bitta ikkita, hop, ikkita anjondagi bor. Yana bitta bor. Mingbuloqdanmidi adashmasam. Remontga kelgan. Shundan bo'lsa ham mana video qilib chiqarib ko'rsatib o'tyapmiz. Kerak bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. Rossiyskiy jodini hamma turidan xudo xolisa topib beramiz. Qalay aka, kesish yoqdimi? Hop, Pop tumanidan, Urumsoydan kelishibdi akalarimiz, remont qilib berdik mana, xudo xolisa. Hamma joyi cho'tki. 220 tokda ishlayapti, 4 ta pichoqda, yana bir bor aytib o'taman. Hamma tomonlari bekiladi, yon kapotlari, tepalari akam uylarda qolibdi, jodini o'zini olib kelganlar. Kerak bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. Adres Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida.